Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyati 1999-yil 4-oyda birinchi qatim nashr qilgan roman Sarson Ruh, avtori Ahad Turdi. 2-qism, 6-bob. Ishiq savdosi. 1. Vaqt xuddi yuguruk otlardek bakmu chopqir narsa. Odam yoshligida uning tez o'tib ketayotganligini to'ymay qoladi. U seni balaliq əslimlərinin şiirini quchqiga tashlab qo'yib, o'zi zangar osmondagi bo'z bulutlardek shundoq yengil, shundoq tez o'tib ketaveradi. Akbarning jiddidagi Sogal Alvi degan yerda do'kon ichib o'ltirganiga hash-pash deguncha 1 yil bo'lay deb qoldi. Uning do'kkonida kiyim-kechaklardan tartib targ'oq suzguchlargacha milich mallar bor edi, lekin soda o'lik edi. Jidda Makkaga qaraganda xili taraqqiy qilgan ochiq shahar bo'lg'achqa yangilik ko'p, raqobat kuchlik, kayfiyat o'zgarishchan edi. Akbar buningga degandek moslashib ketolmayotdi. U do'konni tong saharda ichib, yarim kechida taqavatgan bo'lsa-mu, lekin kundalik soda o'zining yeb ichishidan oshmayotdi. Mallarning besilib qilish ahvoli ig'ir edi. Nesiga algan bir muncha charchin mallar hozirgacha setilmay tursa-mu, lekin mal egalari uning pullarini az-azdan elib allaqachon yeb bo'lgan edi. Akbar to'xtam sudek bir xil holatda o'tayotgan muntaq shavqinsiz turmushdan zirkishga boshladi. Zirikkan siri kallasi qo'dashib, xiyoli na-nalarga ketadi. U hamisha Jiddaning obod ko'cha manzarasiga qarab, bu o'zgacha manzaraning o'zi bilan qilcha aloqasi yo'qdek begonalik his qiladi. O'zi mushu zaminda, mushu odamlar orasida turibdi-mu, lekin o'zini bu obod shahardan, har xil tabiqadagi bu kishilardan xilila yiroq turayotgandek, jismi bu yerda bo'lsa-mu, ammo ko'ngli ashu yiroq yurtdagi to'pliq yo'llar bilan mehri issiq odamlar orasida edi. Soda, hunar, raqobat, kurash. Bu yerdagi hayot mana shu edi. Kishilar tirikchilik yo'lida jon tikib ilishadi. Bir-birining piyda bo'ladi. Bir-birini aldaydi. Cho'ng beliq kichik beliqni yeydi. Kuchliklar ojizlarni bo'zak qiladi. Bu yerdagi turmush ana shundoq raqobatga, aldirashchilikqa va bag'ri tashliqqa to'lgan edi. Turmush aslida san'atdan, naqsha usul, o'yin kulga va qizg'in ma'naviy hayotdan ayrilmaydi. Lekin bu yerda undaq hayot yo'q edi. Naqsha usul man'i qilingan, kino, teatr deganlarmo atkas mal edi. Hamisha bir xil ritm, bir xil tusda o'tayotgan bundaq oddiy, begona turmush kunlarning o'tishi bilan Akbarning ichini siqishga boshladi. Xuddi tuzsiz tamoq odamning og'ziga tetimagandek, uning ma'naviy dunyosi qandaqdir bir narsalarning kamligini his qilib, g'ariblik, yolg'izlik dardini tortiyotdi. Demasimi, bu yerda nag'ma navo, o'yin kulga tugul, biror bulung pushqoqda kino yoki teatr, naqsha yoki usul degandek narsalarni zodila ko'rgili bo'lmaydi. Shunga Akbar ba'zi kunlari do'konning to'risiga qarab, o'yin tomoshasiz turmush odamni hamoqat qilib qo'yamdi nima deb ulug' kichik tinib qo'yadi va o'zining mangu mushu otash zaminda nag'ma navosiz, o'yin tomoshasiz o'tib ketishidan qattiq o'kinadi. Akbar yurtida kichik vaqtidan tartibla kino, teatrlarni ko'rib, xushal va erka o'sgan o'yinpaz bola edi. U shu chog'da ko'rgan Paqcho'kan, 13 qahramon degan kinolar bilan Arshin Malalan, Rabiya Saidin degan teatrlarning voqealarini hozirmo o'z piti hikoya qilib so'zlab beralaydi. Ajsi Masturaning to'yida sazandalar chalgan cho'l Iroq, ajam, sapiriq qatorliq muğluq, yiqimliq muzikalar bilan ular aytgan yangroq, o'ynaq xalq naqshlari hozirgacha uning quloq tubida yangrab turadi. Sazandalar Dilberim mendin yiroq, dilberimdin men yiroq, dilberim qarshimda bo'lsa, qalbimda yong'ay sham chiroq. Alma anaring qandakmu, so'ygan yaring mendakmu,
deb naqshi tovlaganda bir usulchi tixi Akbarnimi usulga tartib, "Achangning to'yda o'ynab ol" deb so'ringa boshlab tushgan edi. Bu kunlarda Akbar nima uchundir mahallasidagi o'zi bilan billa o'ynagan tangtush qizlarni aslaydigan bo'lib qolgan edi. U hajga minishning oldidagi bir oqshimi mahallasidagi qiz o'g'il bolalar bilan ko'chaning og'ziga yig'ilib dastlab hikoya cho'chak etishdi. Keyin chalma qo'ydim degan o'yinni o'ynab, bir-birining qo'yniga qo'l tiqishib, kulki chaqchaq qilishdi. Oxirida jup-jup bo'lib mukumukilan o'ynadi. Akbar xon qiz ismli 13 yoshlik chiroyli bir qiz bilan jup bo'lgan edi. Ikkisi mukush uchun bir-birining qo'lini tutib, chashqan ugisidek qatmuqat ko'chaning eng ichkarisidagi bir qapchig'ayga keldi. Bu yer qorong'u ham jimjit edi. Shunga bir oz surlik ko'rinatdi. Bir chaqda xon qiz uqishmasdan bulungda tugilib yotgan lalma itning quyruqiga dastiv oldi. It tuyuqsiz havushib o'rnidan turib ketdi. Xon qiz qo'rqqanidan o'zini Akbarga etib uningga ching chaplashib oldi. It o'z o'rnida bir ikki pirqirab g'ingishig'icha ularning yenidan o'tib ketdi. Lekin xon qiz texicha Akbarga chaplashib turadi. Uning yumshoq badani xuddi kaptarning bochkisidek dir-dir titraydi. Issiq nafsi, tatliq hidi Akbarning yuziga o'tdek urilatdi. Amdila ko'tarilishga boshlagan yumron ko'ksi nepis ko'nglak ustidan uning badaniga tegib, Akbarning vujudida azaldan his qilib boqmagan bir xil lazzatlik sezim paydo qilgan edi. Shunga u o'zini tutolmay qoldi. G'ulchini kerib qizni rasmiy quchoqladi va uning g'unchidek echilib turgan mangziga cho'kkida birini so'ydi. Qiz dastlab hang-tang bo'lgandek jimmida turib qoldi. Akbarning quchqidan bo'shinishga urinmadi. Faqat Akbar ikkinchi qatam uning issiq, suzuk lavlariga so'ymoqchi bo'lib, tumshqini so'zib kelgandilar, birla yo'lqinib uning quchqidan bo'shandi va qilin deginicha o'ynaqshib yugurib ketib qoldi. Odamning ruhini urg'utquchi bundaq aslamalar tanholik, zerikishlik ichida yashayotgan Akbarning xiyoliga har qatim kelganda u xuddi xon qizni hozirmi quchoqlab turgandek qo'llarini ching giralashtirib, tumshqini so'zib bir xil tatliq, xiyoliy tuyg'u ichida tamshinib qo'yatdi. Lekin bularning hammasi xiyoliy bir tuyg'u, shirin aslamalar edi. Ko'z oldi bo'lsa butunlay boshqacha bir dunyo. Ikki qutub bir-biridan ayirib etilgan ma'nisiz, quruq va hissiyotsiz dunyo edi. Akbarning atagandan kechgacha do'konda o'ltirib, aslimlar ichida yashaydigan xiyolparastlik kunlari uzoqqa bormadi. Harisning jiddiga kelib, uni yo'qlashi uning hayotidagi yana bir burilish nuqtasi bo'lib qoldi. Adash, bundaq ketaversang foyda tugul, deringni mo'yab qo'ydigan o'xshaysan, dedi u Akbarning ahvolini uqqandan keyin qayg'urib. Meningcha do'konda o'ltirib bermay, chor bozorchilik qil. Makkaning atrofidagi sahroda dehqon chorvachilar ko'p. Ularning hol kunimi yaxshi. Mollarini shu yerlarga opirib aylantirsang, cho'qim bozor chiqadi. Shug'inisi oz to'la jafo cheksan. Jafo chekmay halovat nada? Dedi Akbar xushal bo'lib. Harisning taklifi uningga yoqqan edi. U do'konda ertadan kechgacha g'amga petib o'ltirgandan yurt kezib erkin ozoda yurishni afzal ko'rdi. Uning ustiga chor bozorchilik jafoliq bo'lsa-mu, ko'ngillik edi. Jahon ko'ratdi, kishilar bilan tonishatdi, savdo setiqning epi-jipini o'rganatdi. Haris uningga xumdonda ishlatadigan eshaklar orasidan bir ko'k taxayni chiqarib berdi. Akbar do'kondagi mollarining har xillaridan avrishga elib, puxta yeshiklarga qochildi va ko'k taxayga ortib, Haris sizib bergan xarita bo'yicha Jiddadan tortib Makkaning atrofidagi sahrolargacha yurt kezib chor bozorchilik qilishga boshladi. Ikkinchi, Atxon bilan Suhaybaning o'ttirsidagi xotinlik muhabbat ularni ruhlantirdi. Ularga baxt, umid va g'ayrat ato qildi. Suhayba o'z vaqtida ko'zi qo'rqqan bu g'oyib nikohdan
Әмділікте көңілі тоқтап, razımanlik hissiyotiga cho'mgan edi. Ularning yeshi va jismi bir-biriga mos kelmasmi, lekin ruhi bilan e'tiqodi xuddi ikki tomchi suvdek bir-biriga qo'shilib moslashib ketgan edi. Buni ularning muhabbatlik yurki his qiladi, lekin bir-biridan pinhon tutadi. Suhayba Atxonning o'ziga bo'lgan samimiy sadoqatini o'ylasa, yuragi xushallikdan suyunib, zaxma yegan andishlik ko'ngli xuddi zulmat ichida charaslab yinib turgan o't qashni ko'rgandek vallada yurib ketadi. Qo'yuq ixlosmanlik va taqvodorlik muhiti ichida o'sgan bu cho'kanning qalbi pok ham sabiy edi. Shunga u bu uyda osonla beg'ir besib turib qoldi. Suhayba erning siziqidan chiqmaslikni, erni obdan kutishni azaldan o'zining turmush mizoni qilgan edi. U tarbiya ko'rgan, talabchan ayol bo'lg'achqa, hamisha o'zini er deganning ko'ngli avrishimyib, kichikkina qattiq tegsa uzilib ketidi, deb ogohlantirib turadi. Shuning uchunmi Suhayba ham iffatlik, ham shafqatlik ayol edi. Uning ishchan qo'li bilan Atxonning hiliqi oddiy, ko'rimsiz uyi nihoyatda tezla o'zgarib, pokiz, ratlik, chiroyli g'amxonaga aylandi. Atxonning o'zimi bu kunlarda bir necha yosh yashirib qolgandek ruhliq, tetik bo'lib ketgan edi. Tonish bilishlari uningga chaqchaq qilib, "Ustab, o'zlariga Makka yarishib, sozliqdagi laglab qo'sh rastilla lachiniga aylandi-mu nima?" deganda u qilcha yo'shirmay, "Yaxshi xotin, haqiqatanmi uyning zinnati, erning ko'rki ekan" deb faxrlanib qo'yatdi. Demasmi, Suhayba xushpil, muloyim juvon edi. Uning barliq go'zalligi ana shu xushpillik bilan muloyim tabiatida julolanib turadi. Ayol vujudidagi bundaq esil xislat xuddi shirin mayga o'xshash har qanday erni xush kayf qila oladi. Lekin Atxonning nazarida ayolining uningga yaraydigan hammadan esil yeri uning yosh bo'lishiga qaramay tahoratsiz yerga dasimaydigan pajvoqligi edi. Hozir bu pajvoq juvon ona bo'lish oldida turadi. Uning 9 oy bo'lib qolgan qo'rsqi keng ko'nglak ichidan turtib chiqib, aslidagi do'maloq, yumshoq badanni texmo ko'ptirayotgan edi. Ona bo'lish tuyg'usi boshqa ayollarnikiga o'xshash Suhaybaning qalbidagi eng shirin, muqaddas tuyg'u edi. Shunga bu tuyg'u uni qit'a atlatib, Nil daryo bo'yidagi havoliq, go'zal, qadimiy shahar Qohiradan ayirib, islom madaniyatining bo'shigi bo'lgan bu mo'tabar, qaqas, otish zaminga elib kelgan edi. Bu tuyg'u yana yolg'iz uningla emas, balki yeshi 60 ga yaqinlashib qolgan pul dunyosi yetarlik Nativan ota-onasining uzoqdan beri yurak bag'rini o'rtab kelayotgan o'tliq tuyg'u edi. Ular yolg'iz farzandi Suhaybaning o'zlari uchun biror navra tug'ib, oila nasabining mangu uzilib qolmasligini kecha kunduz Allohdan tilab kelgan edi. Shunga pat arada ona bo'ladiganligini o'ylasa, Suhaybaning yuragi tipchaklab bir oila kishilarini arzu armoniga yetkazgan Atxondan bakmu so'yinib ketadi. Atxonmu o'g'li Akbarning bu yaqa yurtda yolg'iz bosh bo'lib qolmaydiganligini o'ylab, Suhaybaning yangi farzand tug'ib bermoqchi bo'lganligidan chandon xushal bo'ladi. Er-xotin zarqib kutgan kunlar oxiri yetib keldi. Suhayba saq salomat tug'di. Tuqqandimi, paqlandek bir o'g'il tug'di. U tunji qitim bolasini qo'liga olib, uning yumran badanlarini silab tutib, qara qatda kichikkina qora ko'zlariga qarab, xushallikdan taramlab yosh to'kdi. Yosh yo'qi ko'zlarida kulka o'ynadi. Xushallikdan parqirab ketgan chehrida tabassum jilva qildi. Mana bu olamcha shodlikni bildiradigan, uzoq yillik tashnoligi qondirilgan baxtlik onaning saf ham samimiy tabassumi edi. 3 kundan keyin Atxon yangi tug'ilgan o'g'lini jaynamoz ustida do'malatib, o'ng quliqiga azon, so'l quliqiga takbir etib, o'z bag'ri bilan Elimshah degan ismni qo'ydi. Bu uning haj safarida g'irib kepan bo'lib qolgan mard, bahodir, o't yurak hamroyiga bo'lgan
hürmeti, sig'inishi va mangulik yodnomasi edi. 3. Akbarning charbozorchiligi xili iqib qoldi. U ko'k taxayni yetilab, talay yurt sahrolarni kezdi. Nurg'un odamlar bilan tanishdi. Mollarini baho talashmay loyiqida setib, namrat dehqon chorvachilarning yaxshi ulfiti bo'lib qoldi. Akbar hozir Makkadan 30 kilometr yiroqlikdagi Vadi Fatima degan yerga ko'proq keladi. Bu yerdagi dehqonlar asosan tavus, ko'ktat terg'achqa hal o'qdi yaxshi edi. Bu yerda fasoli, sho'xla, kosa, jangdu, kurret, kuda, uzunchoq kava qatorliq saylar bak o'xshaydi. Tavuzlarmu tatliq edi. Bular yuk mashinlarida Makkadan tartib Jiddaga to'shiladi. Akbar bu yerni yaxshi ko'rib qoldi. Amaliyotda uning yaxshi ko'rgani bu yer emas, balki bu yerda yashayotgan bir arab qizi edi. Akbar tunji qitim bu yerga kelganda kech kirib qolgan edi. U yo'ldan izib bir o'ymonga tushib qoldi. O'ymonda sazliq va yomg'ir suyi yig'ilib qolgan azgallar bor edi. Atrofi sugat, xorma, tikanlik repida daraxi va bo'g'im g'olliq daraxtlari bo'kkida o'sgan qo'yuq o't cho'plik bo'lg'achqa hamma yer qariyib turadi. Akbarning quliqiga paqalarning quruldashlari, chikatkilarning chirildashlari va o'z eshigining tuyoq ovozi anglanib turadi. Akbar Arabistonga kelgandan beri tunji qitim mushundaq yeshillikqa purkangan salqin, havoliq yerni ko'rib, xuddi tasodifiy o'z yurtiga kelib qolgandek suyunib ketdi. Paqalarning quruldashlari bilan chikatkilarning chirildashlari bo'lsa uni texmu hayajonga soldi. Akbar o'zini go'yo yurtidagi tuman daryosining bo'yida ketayotgandek, daryo bo'yidagi majnun tallar bilan yandagi etiz qirlarida sakrishib yurgan bu jonivorlar uning qadam ovoziga moslashib nag'ma navo qilayotgandek shundoq ko'ngillik va yiqimliq his qildi. Akbar qorong'u tushib ketayotganligiga parvo qilmay bu yeshillik olamini sayr qilib xili uzoqcha aylanib yurdi. Bir chog'da yiroqdan uning ko'ziga lepildigan chirog'i yo'rg'i ko'rindi. Akbar asta shuni ko'zlab mandi. U bir kapiga yetib keldi. Kapining oldidagi xorma yaproqidan to'qilgan bir parcha bo'rida xuddi shaptul qiqidek yigilab qolgan vijik ozg'in bir bo'vay yotadi. Uning oldida bir suv idishi va bir necha yog'och cho'chak turadi. Bu narsalar dashtda uyan buyonga o'tib turadigan yo'lovchilarga suv setish uchun ishlatiladi. Akbar buvayga salom berdi. 4 chasa takiyaga yonboshlab yotgan buvaymu salomni ilib qimirlab qo'ydi. "Ha, o'g'lim, kech qopsan-ku?" so'radi u o'roq inchka qo'llari bilan maydisini tatilab turib. "Safaring qayoqqa?" "Mushu yerda bir yurt bor deydi. Shu yerga kelib edim", dedi Akbar va ko'k taxaydagi yukni ishora qilib davom qildi. "Har xil mollar bor, so'zi tiqilyapman." "Ha, bizning yurt Vadi Fatimaga kelibsan-da", dedi buvay va Akbarni maqtab so'zlab ketdi. "Yaxshi qilibsan, o'g'lim. Biz dehqonlarning hamisha shaharga berib savdo qilgudak vaqtimiz nada? Burungi qo'l ilikimizda yo'q. Shaharga kirish, bozorga berish deganni o'ylab qo'ymay to'q bolam. Lekin hozir dehqon chorvachi deganning mo hol kuni yaxshi bo'lib ketdi. Hukumat degan bakmi ulug', tog'dek qudratli ekan. Bizni birla yo'libidi, hammalarning qaddi ruslandi. Ani qarg'ana hukumat dehqonlarga bir tiyin olmay bo'z yer ichib, quduq qo'lab beryapti. Uruq, o'g'ot deganni-g'o bekorga yetkazib berdi. Texi tog'lardagi chorvachilarning kuni bizdanmi yaxshi. Qo'y o'chga baqsangmi pul, kala baqsangmi pul, to'gi baqsang teximi pul. Hukumat fasllik, yillik yordam pul beryapti. Qancha ko'p baqsang, shuncha ko'p pul olasan. Lekin biz pul topgan bo'lsaqmi, yanala yo'lida xajlayolmay o'tib ketamiz. Tijorat deganni mana sanga o'xshash yurt arlab qilsa, haqqimi o'zgimi naftigidu. Mangan daryo, yotgan bo'riya degan gap bor. Akbar
Pildirlab köyüvatqan qara chirog'ning yo'riqida buvayga sap saldi. U 70 ga yaqinlashib qolgan, kosa yuzlarini qatma-qat qo'ruq qaplagan, qo'ng'ir terilari so'ngkidan ajrab, shiliqshib turadigan miskin buvay edi. Lekin uning ko'tmak qoshlari ostidagi ko'zlari texi nuridan ketmagan, chirog' yo'riqida muloyim chaqnab turadi. Akbar bu ko'zlardan buvayning sadda va durust odamligini ko'rdi. Buvay shuncha yoshga kirgan bo'lsa-mu, yana bu dasht bayovanning yig'izida so'zlitib, savobliq ish bilan kishilarning duosini ilib yotadi. Ular o'zaro tanishdi. Buvayning ismi Ibni Asakir bo'lib, mushu yurtliq edi. Kampiri o'lib ketgandan keyin kelinining qo'liga qoldi. Kelini dastlab xili obdan qargan bo'lsa-mu, keyin askirib oldi. Hadislar yo'qsizlikni bahona qilib, qo'shiqni taboqqa, cho'mishni qozonga urib chalva qaytdi. Bundaq chaqlarda o'g'limi quliqini yo'pirib, o'zini bilmasga silvalatdi. Bu hol buvayga har keldi, g'ururga tegdi. Oxir yaxshi it o'likini ko'rsatmabdi degan aqida bo'yicha uyni ularga tashlab berib, bir yilning oldida mushu kapiga chiqib olgan edi. Bu yer 4 yo'lning to'g'imi bo'lg'achqa o'tgan kechganlar ko'p edi. Buvay hamisha o'ymandagi buloqdan suv akilib, kapa oldidagi ko'p idishlarga to'shqizib qo'yatdi. Shunga buvay bu yerga kelib uzoq o'tmay Asakir o'tingi deb nom chiqardi. Har qanday yo'lovchi bu yerga tushmay o'tmaydi. Hatto cho'ng savdo karvonlarimi 3 kun qilib tunaydi. Shunga buvay bu yerda hech narsadan qisilmay erkin ozoda yashayotdi. Bugun mushu yerda tunab qol, dedi buvay. Bir chaqda Akbarga bir qacha muzdek suni uzitib, mushu o'ymondan o'tsanglar vadi Fatimaga kirsan, ati barsangmi bo'ladi. Eshkinga o't silib ber. Kapining orqasida quruq bedi bor. Akbar atigandan biri yo'l yurib, erib qolgan edi. Buvayning taklifi uningga xo'sh yoqdi. U ko'k taxaning ustidagi yuklarni tushirib, eshakni o'tqa qo'ydi. Eshak kapining orqasidagi bidilarni qarasitib yeyishga boshladi. Akbar xorjundan pishirilgan to'xu go'shi, tuxum va nonlarni elib, buvay bilan billa qo'rsqini to'ydirdi va uzoqqa qolmay kapining bir bulungida buvay bilan so'zlashib yetib uyquga ketdi. Akbar atsi uyg'onganda buvay kapining oldidagi tosh o'choqda choy qaynatib, nashtalik tayyorlayotdi. Ikkisi billa nashta qildi. Buvay uningga kona ko'rdagi o'zi yasagan Quraysh erimchikidan bir necha qo'shiq ilib berdi. Akbar uni tamshib turib yedi. Erimchik bir oz achchiq bo'lsa-mu, lekin yeyishlik edi. Ko'ngilni, ishtahani ochadi. Nashtadan keyin Ibni Asakir uni uzitib qo'ydi. Akbar mingish oldida uning beshiga oq ipak do'ppidan birni kiydirib qo'ydi va qo'liga bir to'qach sopun, 2 qop sarangini tutqizib, "Rahmat buva, obdan xaridorligimni qildingiz. Bundan keyin izlab turman", deb tashakkur etib xo'shlashdi. Buvaymu uni hiliqi erimchikdan tugunchak qilib, qizg'in uzitib qo'ydi. Akbar chashka vaqti bilan yurtga kirdi. U xuddi birsi ko'rsatib qo'ygandek qasha tamliq bir bog'ning oldiga kelib to'xtadi. Bog'ning o'ttirisida xorma yo'pirmiqining sapqi bilan yasalgan challilik shipang bor edi. Shipangda bir necha yo'lanchuklik to'qilma o'rindiqlar turadi. Atrof jimjit bo'lib, faqat issiq shamolning g'uyuldishi va yo'pirmoqlarning shildirlashlarla anglanib turadi. Akbar yiroqdilla talaffuzni keltirib, necha vaqtdan beri to'la to'lab o'ginib ketgan gapini varqirdi. "Mol sotaman, mol. Nima desang shu bor. Tez kelib ilib ol. Tugab ketsa qolmaydi." Hayal o'tmay, bog'ning kun petish tarafidagi kesak uydan bir qiz yugurib chiqdi. Qiz beshiga chazi bilan qistirilgan chasa yog'liq artgan, uchisiga nepiz zangar rida yepingan edi. Bo'ynidagi bir tiziq kahrava marjon quyosh nurida yiroqdilla parqirab ko'rinadi. Qiz yugurib kelib Akbarga 10 qadam qolganda chippida to'xtab qoldi. Ularni bog'ning tal chiviqlarda to'qilgan pakarg'ina qashatimi ayirib turadi.
Qizning yuzi ochiq edi. Shunga u Akbarga yaqinlashishdan qo'rqib to'xtab qolgan edi. Lekin qiz orqag'imi yanmadi. Balki Akbarga tikilgan ko'zlarini nazokat bilan o'ynatib, ondan yerga qarab turib oldi. Uning bundaq sabiy, pak va qizg'in qarashlaridan 17 ga kirib, yuragi so'ygu talab qilayotgan bejirim bir qizning balog'at yeshidagi tashnaligi chiqib turadi. Qiz ehtiyot bilan atrofiga qarab qo'yib, yana 1-2 qadam oldiga chamdidi. Akbar amdi uni shundoq aniq ko'rdi. U qaddi qomati kelishgan, o'sniga to'lgan, qanşarliq, bug'doy o'ng, mangzi qizil, ko'zlari surma surgandek tabiiy qop-qora bir qiz edi. Uning uchisiga ortib olgan zangar ridosi badanini yelkasidan tortib, o'shqigacha yo'gab turadi. Akbar qizga yerismanlik bilan qarab turib qoldi. Uning ko'zlaridagi bayqi hayronlik o'rnini amdi zo'qlanish egilagan edi. Qiya echilgan lavlarida bir xil mastona kulga jillanib turadi. Qiz sahroda cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, lekin nihoyatda yo'qishliq, jilvador qiz edi. Uning butun turqidan yigitlarning ko'zini aloq-jaloq qilib o'tadigan bir xil sehriy kuch chiqib turadi. Qiz asta beshini ko'tardi va Akbarga qiyo biqib, qashaning u tarafida turib so'radi: "Sizda xalxal bormi?" Xalxal paqalchaqqa asadigan qo'ng'iroqli halqa. Akbar libini tishlab turib qoldi. Chunki uningda yosh qizlar havasga ishlatadigan bundaq zinnat bo'yimi yo'q edi. "Hozir yo'q, kelar qitim olg'a chiqay", dedi Akbar va zo'r g'ayratga kelib, "Ismingiz nima?" deb so'radi. Qiz birdam jim turib oldi. Keyin aran anglag'idek qilib, "Habiza", dedi va höppada qizirib yerga qarab oldi. Qizning ochiq yo'ruq muomalasi Akbarga bakmu yiqimliq bilindi. Bir xil shirin jug'uldash uning vujudiga targ'andek bo'ldi. U qizning ko'proq so'zlashni kutatdi. Chunki uning ovozimi o'ziga o'xshashla muloyim ham tatliq edi. Akbarning nazarida uning og'zidan chiqayotgani odam bolasining og'zidan chiqayotgan oddiy gap emas, balki jannatdagi hur parilarning shirin suxan shivirlishi edi. Akbar uni yana gapga silish uchun og'zini o'mallab turibdi. Uy tarafdan bir ayolning "Habza, qanisan?" deb varqirgan ovozi anglandi. Qiz cho'chiganda beshini deringida silkib, Akbarga lappada bir qardida orqaga o'rilganicha yugurib ketdi. Akbar uning orqasidan "Mening ismim Akbar, xalxalni cho'qim elib kelaman" deganicha turib qoldi. Qiz ushoq qadam bilan yugurib ketib. Akbar bo'ynini so'zib, uningga yana bir qatim qaradi. Bu chaqda uning ziba qomati asta-asta ko'zdan g'oyib bo'ldi. Faqat zangar ridosi g'ilpalla ko'rinib, Akbarning fikr xiyolini chalg'itibdi. Uning g'uva xiyol ekranida bir parcha yeshil bo'shliq qilib qolgandek bo'ldi. Akbar kechgacha yurt araladi. Bu tüptüz ketgan tuproqi munbat bir vada edi. Atigandan kechgacha quyoshning hil-hil tapdi badanni ko'ydirib, yuzlarini yilinjitatdi. Dehqonlar shundoq issiqdimi, quduq suvi bilan yomg'ir suviga taynib, etizdan kirmay teriqchilik qiladi. Bu yerning tavuzi haqiqatan tatliq, sey ko'ktatlari sarxil edi. Akbar bir necha mahallalarga bordi. Etiz qirlarni aralab, naq maydon tijorati qildi. Bugun uning savdosi haqiqatanmi yaxshi bo'ldi. Burun besilib qolgan nurg'un mallar setilib ketdi. Texi qizlar, ayollar uningga nurg'un yangi narsalarni zakaz qildi. Akbar kechga yaqin hiliqi bog'ning oldiga kelib, qasdan uyoq bu yoqqa o'tib baqdi. Maqsadi Habzini yana bir qatim ko'rilish edi, lekin uni ko'rolmadi. Ko'rgini bog'da temizqilab yurgan bir qirisal odam bo'ldi. Akbar amalsiz ko'k taxayning beshini asakir o'tingi tarafga qarab turdi. U buvayga 2 tavuz bilan bir bog'lam o't yosh ilib oldi. Akbar bugun shu yerda tunab, tong sahar bilan shaharga qarab mengishni va yangi mallarni ilib
tezroq Vodiy Fatimaga qaytib kelishni ko'ngliga pukdi. Davomi bor.